Demak, davom etamiz. Sizda matnli fayl mavjud bo'lib, unda 2048 ta belgi mavjud. U fayl UTF-16 kodlashda saqlanadi. Fayl hajmini kilobaytda toping. Demak, bunda bitta belgimiz 2 baytdan kodlanadi. ASCII jadvalda bitta belgi 1 bayt kodlansa, bunda bu kodlashda bitta belgi 2 bayt. 2 baytdan kodlanadi. Shunda hajm topamiz. E teng 2 ko'paygan 2048 bayt bo'ladi. Bayt. Buni kilobaytga o'tish uchun 1024 ga bo'ladigan bo'lsak, 2 ko'paygan 2 4 kilobayt. 4 kilobayt degan javob. Navbatdagi testimiz toshbaqa grafika asosida yaratilgan dastur natijasi quyidagi ko'rinishga ega. Dasturga mos kodni toping. Demak, toshbaqa standart ko'rinishda yuqoriga qaragan holatda bo'ladi. Yuqoriga qaragan holatda. Demak, u hammasida 10 qadam menimcha yuqoriga FD deymiz. FD 10. Mana bu yerga ko'tarildi. Endi o'ng tomonga 90 gradus burilishi kerak. Ya'ni right 90. Right 90 burildi. Yana 10 qadam tashlash kerak. 10. Mana bu yergacha keldi. Endi chapga ya'ni left 90. Chapga burilib qo'yadi tepaga qarab. Yana shuni takrorlaydi. Demak, har biri uchun mana 1 2 3 hokazo 20 ta. Mana shu kodni 20 marta takrorlash kerak ekan. Boshida repeat repeat 20. Mana shu holatda bo'lishi kerak kodimiz. Mana javob. Masofadan foydalanayotgan kompyuterga tashqi resurslar, masalan, internetdan foydalanib xavfsiz va shifrlangan ulanishni ta'minlaydigan texnologiya. Xavfsiz va shifrlangan. Demak, bu VPN virtual yopiq tarmoq bo'ladi. Demak, faylning to'liq nomi berilgan. Moslashtirishimiz kerak ekan. C diskning bosh katalogi. Demak, bu B bo'lsa, program files bosh katalogning katalog osti, ya'ni bosh katalogdan keyingi katalog. D PostgreSQL joriy katalog fayl joylashgan joriy katalog. A SQL esa faylning nomi hisoblanadi. C BDAC degan ekan. BDAC
Microsoft Excel'da A1, A6 va B2, B6 katakchalar blokidagi sonlarning eng kichigini chapdan ikkinchi raqamini aniqlaydigan formulani ko'rsating. Demak, bu yerda diapazon chala. Bu yerda diapazon to'g'ri, eng kichigini aniqlayapti, lekin chap tomondan ikkita belgini qilib oladi. Bu ikkita belgi bizga chapdan ikkinchi raqami kerak. Demak, bunda ham diapazon chala. Mana bu to'g'ri. Filtr. Demak, 40 O deyapti. Shu diapazondan eng kichigini ikkinchisidan boshlab bir donasini 40 O deb. Mana shu javobimiz to'g'ri. Demak, quyida Python dasturlash tilida yozilgan dastur kodi berilgan. X o'zgaruvchisining qiymati qanday bo'lganda dastur natijasi 12 ga teng bo'lar edi. Demak, e'tibor bersak, bu yerdagi sikl mana bu shartlarning ishlashi bizga kiritilgan songa bog'liq emas ekan. Demak, B 10 dan kichik yoki teng rost. Mana bu qismga o'tamiz. Demak, bu f'imiz rost bo'lgandan keyin bu f'ga tegishli bo'lgan mana elif, else hammasi ishlamaydi bularni. O'chirib tashlaymiz. Endi a'miz 0 dan kattami? A 7. Bu ham rost. X ga 6 ni qo'shyapti. 6 qo'shilyapti. Keyingi shartimiz A 5 dan katta yoki teng. A katta yoki teng 5. Demak, bu ham rost bo'lganligi uchun yana 5 qo'shilyapti. Keyingi shartimiz A kichik 10 dan 7 edi. Bu ham rost. Yana 4 qo'shilyapti. Umumiy x ga qo'shiladigan sonlar 6, 5, 4. 6 plus 5 plus 4, ya'ni 15 qo'shilyapti. 15. Bizga natija 12 chiqishi kerak edi. 12. Demak, bizlar kiritgan songa, qandaydir noma'lum x songa 15 ni qo'shsak, natijamiz 12 bo'lishi kerak ekan. Demak, bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, -3 bo'ladi. -3 ni kiritganimizda dastur natijasi 12 ga teng. Quyida berilgan mana bu chiziqchadan keyingi sonimiz maskadagi birlar sonini beradi. Ya'ni maskamiz 4 bo'lak, har biri 8 bitdan jami 32 bitga teng bo'lsa, undan 24 tasi 1 ekan. Yozamiz. 8 1 bo'lak 1 6 7 8 16 ta bo'ldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 24 ta. Qolgan 8 tasi esa 0 dan iborat ekan. 0 dan iborat. 8. Shunda ikkilikdan 10likka o'tadigan bo'lsak, demak, bu yer 255 ni beradi. Bu yer ham 255 ni beradi. Yana 255 ni beradi. Qolgani 0. Demak, A javobimiz to'g'ri ekan. O'quvchi mushukcha sifraytuvchi uchun quyidagi boshlang'ich sozlamalarni o'rnatdi, deyapti. X 0 da, Y ham 0 da. Direction 90 gradus, ya'ni o'ng tomonga qarab turibdi.
Shundan so'ng ushbu skript ishga tushirildi deyapti. Ishga tushirilibdi. Mana bu shartimiz x pozitsiyasi 30 ga teng bo'lmaguncha rost bo'ladi. Birinchi ishga tushirishida x teng 0 edi. 0 teng emas 30 ga. Rost davom etadi. X teng x plus 0 bo'lyapti. 0 y esa 20 ga oshyapti. 0 edi. 0 plus 20. 20 bo'lyapti. Endi o'ng tomonga qarab turibdi. Bu har yurganda faqat x bo'yicha yuradi endi. Shunda x dan 10 qadam qo'shiladi. X teng 0 plus 10. X koordinatasi o'zgaryapti bu yerda. Bu 10 ga teng bo'ladi. Ikkinchi ishlashida demak, bir marta ishlatib, u yana 3 marta ishga tushirgan. 3 marta. Jami 4 marta ishga tushishi kerak. X pozitsion 10 ga teng bo'ladi. 10 tengmi 30 ga degan. Teng emas. Mana imkori bo'lganligi uchun yolg'on bo'lsa ishlayveradi bu. Yolg'on bo'lsa ishlayveradi. Demak, x teng 10 plus 0. 10 ning o'zi y teng 20 plus 20. 40. X ga yana 10 plus 10 bo'ladi. 10 da turadi, yana 10 ni qo'shib 20 hosil qilamiz. Demak, uchinchi ishlashida 20 teng 30 ga teng emas ishlaydi. Demak, x teng 20 plus 0 20. Y teng bu yerda nima bo'lib ketdi? 40 plus 20 60. X teng 20 plus 10 30. Endi keyingi kelgan vaqtida x'imiz 30 bo'lib qoldi. 30. Mana bu shart ichkari rost bo'lib turib, rostning imkori yolg'on bo'lib qoladi. Umumiy holda shartimiz yolg'on bo'lib qolganligi uchun 4-qadamda shartimiz ishlamaydi. Ya'ni oxirgi qiymatimiz x'imiz teng 30, y'imiz 60 qiymat oldi. 30 u 60 ekan.